O'zbekistonlik mashhur jangchi Xolmurod Nurmatov Dubay shahrida bo'lib o'tgan ACA 194 turnirida navbatdagi jangini o'tkazdi. Bu safar o'zbekistonlik jangchi chechenistonlik Umalat Israpilov bilan oktagonda to'liq 3 raund davom etgan jang o'tkazdi. Bu ikki kuchli jangchining to'qnashuvi juda keskin va tortishuvli tarzda kechdi. Hakamning belgisi berilishi bilan har ikki tomon ham faol harakat qilishga tushdi. Ayniqsa, o'zbekistonlik jangchi birinchi raundda birinchi raqamda ishlashga harakat qildi. Ammo chechen jangchi ham o'z kuchini ko'rsatib, qarshi hujumlar bilan javob bera oldi. Jang taqdirini belgilagan holat ikkinchi raundda ro'y berdi desak xato bo'lmaydi. Xolmurodning hujumi chog'ida Israpilov qarshi zarba berdi va o'zbekistonlik jangchi qisqa muddatga knockdown holatiga tushib qoldi. Shunga qaramay, Nurmatov o'zini tez tiklab, jangni davom ettira oldi. 3-raundda ham Israpilov bir marta aniq zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Biroq o'zbekistonlik jangchi demilgeni qo'ldan bermay, raqibini parterda ushlab, upay bo'yicha ustunlikka erishgandek tuyuldi. Biroq jang yakunida hakamlar qaroriga ko'ra g'alaba chechen jangchisi Umalat Israpilovga berildi. Biz albatta Xolmurod Nurmatovga sog'lik va kelajakda ko'plab g'alabalar tilaymiz. Ishonchimiz komilki, u hali ko'plab zafarlarni qo'lga kiritadi. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, like bosing va UZ Sport bilan eng so'nggi jang yangiliklarini kuzatib boring.